Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozirgi kunda osteoxondroz hamda bo'g'im og'riq kasalliklariga davo bo'lib kelayotgan Tabibim Tabobat korxonasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlardan iste'mol qilgan ajoyib bir inson Shahnoza opa Soatovani uylariga tashrif buyurdik, ya'ni Toshkent viloyati Ohangaron shahrida. Assalomu alaykum Shahnoza opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shahnoza opa, sizni uyingizga tashrif buyurishimizda asosiy maqsad Tabibim Tabobat korxonasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlardan iste'mol qilib, hozirgi kunda esa 100% sog'ayib ketganligingiz haqida eshitdik va shuni haqida sizdan ma'lumotlarni to'liq eshitgani keldik. Assalomu alaykum avvalambor. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Ha, men Tabibim Tabiat kompaniyasida bir necha yillar davomida bilaman. Bu kompaniyadan, ya'ni korxonadan mahsulotlar olib ichganimdan, mana shu korxonani topganimdan men bag'oyat xursandman. Farzandimda o'sha boshida terlash kasalligi paydo bo'lib qoldi. Har xil meditsina xodimlariga, doktorlarga, vrachlarga borganman, ular bilan har xil muolajalar qilganmiz, lekin natija ola olmadim. Farzandimdagi o'sha boshdagi terlashlarni davosini topa olmadim, lekin mana shu korxona haqida eshitib qoldim va bu yerga ham farzandimni olib bordim. Ferzapamni bergan muolajalardan keyin farzandimda o'zgarishlar bo'la boshladi, muolajalarni boshladik. Muolajalarni hali oxiriga yetmasimizdan turib, muolajalarni qanaqadir endi boshlang'ich stepinida bolamda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi, chunki boshdagi terlash birdaniga to'xtab qoldi. Demak, tez ta'sir qilgan. Juda ham tez ta'sir qildi. Undan keyin farzandimda oyoqlarida muzlashlar bo'lardi, hattoki yoz kunlarida ham qalin paypoqlarda yurardi farzandim. Ana o'sha paypoqlarni yechib ishdan 4-kun dorilarini 4-kun berganimda yo'q, a'lo darajadagi o'zgarishlar bo'ldi, natijalar bo'ldi. O'zimda yo'q xursand bo'lib ketdim, chunki ona uchun bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Juda ham xursand bo'lganman. Muolajalarni davom ettirdik. O'sha Ferzapam nechta kurs yozgan bo'lsalar, muolajalardan keyin farzandimda juda ham katta, a'lo darajadagi o'zgarishlar bo'ldi, natijalar bo'ldi. Ferzapamni hamma mahsulotlarini mana farzandimda natijani zo'r bo'lganini ko'rganimizdan keyin osteoxondroz kasalligiga doimiy holatda o'tirib ishlaganim uchun osteoxondroz kasalligi ham menda bor edi. Sizda. Bundan tashqari o'sha tug'ruqdan keyin umurtqalarimda qiyshayishlar bo'lgan ekan. Bu narsalar ham boshga og'riqlar bergan. Bu boshqa tana a'zolariga ham o'sha опорно-двигательный часть deyiladi ruschasiga, ya'ni umurtqa pog'onasidagi kamchiliklar, og'riqlar boshqa tana a'zolariga ham berar ekanda og'riq. Ana o'sha Ferzapamga bordim, o'zimni yana ko'rsatdim. Ular kerakli muolajalarni buyurdilar, o'sha o'zlarining mahsulotlarini yana sotib oldim va ichishni boshladik. Lekin bir oyda natija juda ham zo'r bo'ldi. Og'riqlar qoldi. Undan keyin ham og'riqlar to'xtagandan keyin ham iste'mol qilishingiz kerak. Tanadan butunlay kasallikni chiqarib yuborishingiz kerak edi. O'shaning uchun har doim doktorni bergan kurs lecheniyasini albatta oxiriga yetkazishimiz kerak. Oxirigacha yetkazishimiz kerak. Darslarda, o'sha video chatlarda ta'kidlaganda, o'sha kasallikni chiqarib tashlagunga qadar iching har doim dedi va men o'sha narsalarni qildim. Ferzapamni aytgan kurslarini aytgan vaqtlarida necha oy ichasan degan bo'lsalar, shuncha oy ichdim. 3 oy, 4 oygacha ichiladi dorilar bizda. Ana o'sha tanamizni ichki tomonlama shu darajada dorilar tozalab, eski hujayralarni tozalab, yangi hujayralarni o'stirib beradi dedi Ferzapam. Ana o'sha narsa haqiqatan bor narsa. Siz tanangizda o'sha yosh paytingizga qaytib qolasiz. Chunki og'riqlar umuman yo'q bo'ladi. O'sha harakatlanishingiz aktiv holatga keladi. Qaysidir yillar oldin, ancha yillar studentlik paytida, hatto bundan 20 yil oldin oyog'imda varikoz paydo bo'lganda, lekin uni nimadan bo'lganini bilmaganman. Ana o'sha varikozlarim ham yo'q bo'lib ketdi. Mana shu osteoxondrozni davolayapman, varikozlar yo'q bo'lib ketadi.
qo'shimcha tarzda qo'shimcha tarzda mana davolanib bitta ketyapti. kasallikni davolayapti. Dorilar shunaqangi darajada haqiqatdan ham zo'rki, bitta kasallikka davo qilib faqat kompleks ferzapam har doim kompleks beradida. Bitta dori hammasiga. bilan hech qachon tuzalmaysan deydi. Bitta yurak qon tomiriga beradi, jigarga beradi, osteoxondrozga beradi va bo'g'imlar shamollashiga ham qo'shib yuboradida. Juda ham ko'p meditsinada o'qiganim uchun o'zim meditsina sohasida ishlamayman, lekin qiziqaman meditsinaga, inson tanasini, a'zolarini, kasalliklarni tarixini, sabablarini qiziqamanda. Nimaga bu kasallikning sababi qayerdan kelib chiqishlarini ko'p qiziqqanim uchun ferzapani ustozim deb ham bilaman. Chunki biron narsada kasalliklar haqida boshqalardan ham eshitsam, doim holatda голосовой tashiyman yoki masalan telefon qilaman. Ferzapam, mana shunaqa kasalliklar nima sabab? Ferzapam kasalliklarni simptomini emas, uni sabablarini davolaydi. Mana men ko'p borib turaman ferzapam oldiga, doimiy holatda mana kuzataman kanallarda, o'zim borib turaman. Kasallar kelgan kasallari ko'raman-da o'sha yerda. Haqiqatdan ham tahsinga loyiq mana yiqilib qolgan yoki zo'rg'a eshikdan kirib kelgan insonlar keyingi safar yana bir aylanib borib qolganimda ko'zida quvonch ko'raman-da. Bu narsalarni ko'ribchi men ferzapamga har doim duolar qilaman ferzapamga. Mana hozir kuzatuvchilarimizga ham qiziqdi. To sog'ayib ketguningizgacha ushbu mahsulotlardan foydalanib iste'mol qildingizmi yoki sog'aygandan keyinmi yoki o'zi qanaqa tartibda davolash kursi? Davolangungacha yoki davolangandan keyin ham ushbu mahsulotlarni qabul qilish kerakmi? Mana bu sog'ayib ketganingizdan keyin, 100% sog'ayib ketganingizdan keyin baribir biz yeymiz, ovqatlanamiz, har xil ovqatlar yeymiz. Xohlasak, xohlamasak, jigarimizga baribir nagruzka tushadi. Yog'li ovqatlar yeymiz, vaqti kelganda yegimiz keladi. Chunki yeb yurgan insonlarimizda xamir ovqatlar o'zbegimga mana yarashadi, oshlarni mana yeymiz, yog'li qilib, xamir ovqatlarni manti xonimlar yeymiz. Bu narsalar xohlasak, xohlamasak, baribir organizmimiz, o'sha jigarlarimizga ta'sir bo'ladi-da. Kasallikni doimiy holatda oldini olib yurish uchun doimiy holatda insonlar profilaktika qilib yurish kerak bo'ladi. Men shu narsani doimiy holatda o'zimda qo'llayman va o'zimni oilamda qo'llayman, yaqinlarimda qo'llayman bu narsani va boshqalarga ham tavsiya beraman-da. Bitta sog'ayib oldingizmi, har doim profilaktika ishlarini olib boring yoki 6 oyda. O'zi aslida meditsinada ham har 6 oyda organizmga profilaktika qilib turish kerak deydi-da. Ana o'sha narsani qilib tursak, biz doimiy holatda sog'lom bo'lib yurishga, doimiy holatda organizmimizni yaxshi holatda olib yurishimizga va sog'lom tanda sog'lom fikr bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Sog'lom hayot bo'ladi. Sizni agar tanangiz sog'lom bo'lsa, siz oilaviy muhitingiz ham sog'lom bo'ladi-da, sog'lom fikrlisizda. Ana o'sha narsani bu oilaviy sharoitingizga ham, farzandlar tarbiyasida ham kerak bo'ladi deb o'ylayman. O'shaning uchun doimiy holatda sog'lig'imizga qarab yurishimiz kerak. Avvalo o'zimizni yaxshi ko'rishimiz kerak. Agar biz o'zimizni yaxshi ko'rsak, sog'lig'imizga qarasak har doim, biz yaqinlarimizga ham qaraymiz-da, yaqinlarimizni ham sog'lig'iga qaraymiz. Bu degani sog'lom hayot, sog'lom oila degani sog'lom jamiyat degani. Men kabi osteoxondroz kasalliklari bilan kasallangan insonlarga tilardimki, maslahat berardimki, ferzapamni, ya'ni Tabibim Tabiat kompaniyasiga boring. Bu kompaniyani o'sha mahsulotlaridan qabul qiling. O'zingizni tanangizdagi og'riqlardan qutuling va sog'lom hayot tarziga qayting va tanangizdagi barcha og'riqlardan qutuling, forig' bo'ling.